Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz bilasizlarmi qayerni bosamiz? Bugun biz Chigatayni bosamiz. Men bugun oson uslubini o'rganib oldim, hozir ko'rasizlar. Mana Chigatayni bosamiz. Ketdik urush boshlandi. Bizda hozir 37 million askarimiz bor. Hozir sizlarga askarni qo'shib olishni ham o'rgataman, osongina u. Egallandi Chigatay. Hozir mana qilam. Mana Chigatay ulushi deganda yulduzlar turibdi. O'shani bitta bo'lsasizlar, zabirat все deganni bitta bo'lsasizlar, ana bo'ldi. Ana bizni yer. Biz bo'lsa o'tiribmiz. Endi keyingi navbat Yarkent. Sizlarga aytgancha mana buni o'rgatmoqman. Mana bu birinchi yozuvni bosasizlar, Zaverivat Namnyokov deganni bosasizlarda askar sotib olasizlar. Mana men misol uchun 192 millionga askar sotib olishim mumkin. 51 million bo'ldi. Shunaqa qilib sotib olib o'tirasizlar. Bizda 51 million askarimiz bor. Biz bularga qarshi urushamiz endi. Politik qo'yamiz, diplomatiyada mana uni. Bular biz bilan yomon ekan. Bosdik. Qaranglar, egallab olishim, voy. Shu usulni o'rganganim yaxshi bo'ldi, uzoq vaqt ketmaydi. Bo'ldi. Shu yer bilan hozir biz o'yinni tugatamiz. Instagramga ko'p vaqtga qo'yadigan bo'lsam, hammangiz zerikib qolyapsizlar. Shuning uchun qisqa qilib qo'yyapman videolarimni. Xafa bo'lish yo'q. Shu bilan videomiz tamom. Hammaga rahmat. Like va kommentariyani ayamaysizlar va menga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi yangi videoda ko'rishguncha xayr.